Bugun sizlar bilan Osiyo faxri bo'lgan Hisori qo'yzot haqida gaplashamiz. Ketdik. Hisor qo'y yoki gissar bu nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda e'tirof etilgan eng yirik go'sht yog'li zotlardan biri hisoblanadi. Kelib chiqishi va tarixi. Hisor zotining shakllanishi juda qadimga borib taqaladi, lekin zot sifatida 20-asr boshlariga borib o'rganila boshlangan. Bu zot Tojikistonning Hisor vodiysida mahalliy qo'ylarni Pamir, Buchoro va Andijon yog'li zotlari bilan tabiiy seleksiya asosida chatishtirish orqali yaratilgan. 1930-1940-yillarda bu zot rasman tasdiqlangan va seleksiya ishlari boshlangan. Biologik va mahsuldorlik ko'rsatkichlari: erkak qo'chqor og'irligi 130-180 kg, ayrim hollarda 190 kg gacha yetadi. Urg'och qo'ylar og'irligi 70-90 kg, kurdiyuk dum og'irligi 25-30 kg, yiliga go'sht berish hajmi 40-55 kg, bir bosh uchun so'yilgan go'sht so'yim chiqimi 52-58%.